Shou-biznes vakillaridan biri xonanda Alisher Fayz o'zining ustozi Ozodbek Nazarbekov haqida kutilmagan haqiqatni ommaga ochiqladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Uydagilar olib ketishini soatlab kutardim. Alisher Fayz bolalik yillari hamda ustozi Ozodbek Nazarbekov haqida kutilmagan xabarlarni ommaga ochiqladi. Doimo yuzida tabassum bilan yuradigan xonanda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Alisher Fayz o'zining bolalik yillari, musiqa maktabiga o'qishga kelishi, onasi hamda buvisi bilan bog'liq go'zal xotiralari haqida gapirib berdi. Meni olib ketishlarini soatlab kutardim. Alisher Fayz 1994-yilda 10 yashar vaqtida Toshkentdagi Gler musiqa maktabiga dutor yo'nalishiga o'qish uchun kelgani va bolalik xotiralari bilan bo'lishdi. Mirzabek Xolmedovdan dastxat olayotganida telefon raqamini ham so'rab olgan yosh xonanda keyinchalik Mirzabek Xolmedovdan telefonda hol-ahvol so'rab yuradi. Ana shunday suhbatlardan birida Ozodbek Nazarbekovning manzilini so'raydi. Qiziqchi Mirzabek Xolmedov Nazarbekovning manzilini bilmasligini, surishtirib topib bera olishini aytadi. Qiziqchi aytgan manzilga boradi. Alisher Fayz ichkariga qanday kirarkanman deb biroz ikkilanib turganida apparatlar yuklangan katta yuk mashinasi kelib to'xtaydi. Mashinadagilarga yordam berishini aytib shu jamoaga qo'shilib, yuklarni tashish bahonasida bino ichkarisiga kirib olgan kichik Alisherga marhum qiziqchi Obid Asomov Ozodbek Nazarbekovning uy manzilini tushuntirib beradi. Shundan so'ng ustozi yoniga ilk marotaba boradi va unga shogird tushmoqchi ekanini aytadi. Ba'zi bolalarni yonida kattalar yetaklab shogirdlikka olishini so'rab borishgan. Bir paytda Alisher Fayzning bir o'zi shu ishni qilishga jur'at topgani uchun ham Nazarbekov uni shogirdlikka qabul qiladi. Ilk marta 24 yoshda konsert berganman. 2005-yilda katta sahnada qo'shiq kuylagandan so'ng odamlar uni taniydimi yo'qmi shuni bilish maqsadida bozor aylangan Alisher Fayz bugun insonlar ko'cha-ko'yda uni tanib qolishidan cho'chimasligini, aksincha bundan xursand bo'lishini aytadi. 2005-yili katta sahnaga chiqqanimda hayajon bo'lmagan. Chunki avval ham 2003-yilda Turkiston saroyida ustozimni konsertlarida qatnashib, sahnaga chiqib yurganman. Bek vokalda ham turganman. 2005-yili Xalqlar do'stligi san'at saroyida berilgan konsertda men hali tayyormasman deb o'ylaganman. Chunki bundan avval menga sen hali katta sahnaga chiqishga tayyormassan deyishgan. Ammo o'sha yili nima uchundir agar shu safar sahnaga chiqmasam, butun umr buning uchun afsuslanishimni aytishgan. Shundan so'ng meni kechirni ular tasdiqlaganidan keyin kuylaganman. Shuning uchundir balki ilk bor 24 yoshimda yakkaxon konsertimni berganda ham hayajonlanmaganman deydi xonanda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.